Bitta sir aytaymi? Kim nima haqida ko'p gapirayotgan bo'lsa, o'sha narsa u odamda yo'qdir. Tushuntira oldimmi? Ya'ni tilidan qalbiga tushmagan. Kim do'stlikdan bong urayotgan bo'lsa, u do'st emasdir. Kim muhabbatdan bong urayotgan bo'lsa, qalbida zarracha muhabbat yo'qdir. Chunki hislar qalbga tushganda amallarga ko'chadi. Tildaligida amallarga ko'chmasligi mumkin. Bunga misol o'laroq bir hikoyani aytib beraman. Ko'pchilik biladi, siz ham balki bilasiz, bilmayman. Kunlardan bir kuni insonlardagi mehr, muhabbat, oqibat, sevgini sinab ko'rish uchun, test qilish uchun bugungi nima bilan aytganda, hammalarini bir guruh odamlarni bir dasturxon boshiga taklif qilishibdi va dastalari uzun-uzun qoshiqlar qo'yishibdi dasturxonga. Ya'ni darvesh qoshiqlari deyiladi. O'sha dastasi uzun qoshiqlarni qo'yishibdi. Kosalarda sho'rvalarni keltirishibdi va aytishibdiki, qoshiq bilan taomlanar ekansiz, dastasini faqat uchidan ushlaysiz, o'rtasidan yo buyog'idan ushlash mumkin emas. Ular ham rozi bo'lishibdi. Qoshiqni dastasini uchidan ushlab sho'rvani olarmish-u, dastasi uzunligidan og'ziga olib kela olmasmish. Bu yog'iga to'kibdi, bu yog'iga to'kibdi, xullas hammasi och dasturxondan turishga majbur bo'ldi. Ikkinchi bir guruh odamlarni olib kelishdi, ularga ham xuddi shu shartni aytishibdi, qoshiqlarni faqat dastasini uchidan ushlash mumkin. Odamlar o'tiribdi, qarasa dastasi juda uzun, o'zini og'ziga olib kela olmayapti. Qoshiqni olib do'stini og'ziga oldi. Do'sti bunga olib ketdi. Shunday qilib ular bir-birini ovqatlantirishibdi. Bu qissadan nima hissa olamiz? Birinchisi, nega ular qilgan? Bular og'izda muhabbatdan, sadoqatdan, vafodan, oqibatdan, bilmam yana nimalardan bong urishardi-yu, u faqat tilda edi, qalbga tushmagandi. O'shaning uchun oddiy bir yechim topilishi kerak bo'lgan joyda hammasi ochib ketdi. Ikkinchilarning rostdan ham bir-biriga muhabbati bor edi. Rostdan ham bir-biriga sadoqati, ishonchi bor edi. Suyanchi bor edi, ya'ni suyana oladigan va bir-birlarini qornini to'yg'izib turib ketishdi.